Hazrati Ali karramallohu vajhani huzurlariga bir nima keldi? Qullari keldi. Bir qullari kelib, qani edi endi Usmonxon mana rangi qizili bo'lsa edi zo'r bo'lardi. Mayli, oq gullar ham bor-ku, mana. Birlari keldi. Hazrati Ali radhiyallohu ta'ala anhuni huzurlariga bir qullari kelib, qo'llarida gul. O'zi qul, qo'lida bir gul. Assalomu alaykum va rahmatulloh hojam dedilarda, Hazrati Aliga salom berib gul berdi. Hazrati Ali bunday olib, yuzlari quvonib, anta hurrun liwajhillah dedilar. Siz Allohning roziligi uchun ozotsiz. Siz hur bo'ldingiz. Sizni ozod qildim dedilar. Ana gul berganliklari, salom berganliklari uchun. Yonlaridagi do'stlari ajablanib, "Ya Hazrat, ey Hazrat Ali, axir bu kishi sizga nima ham qildiki, bir salom, bir gulga shunaqa siz ozod qilib yorasizmi?" deganlarda, "Ha" dedilar. Alloh taolo oyat-i karimada nima degan edi? Sizga tilovat qilingan oyatda aytdilarda, agar birlari taraflardan sizga salom berilsa, salomini yana ham yaxshi alik oling demadimi? O'zi bu bir qul bo'lsa, mamluk, ya'ni birini moli u. Qul degani birini moli degani. O'zi bir qul bo'lsa, Hazrat Alining qullari edi. O'zi bir qul bo'la turib, ya'ni o'zi mamluk bo'la turib, yana borib nimadir ish qilib, nimadir imkon qilib bir gulga ega bo'lib, u gulga ega bo'ldi, lekin asli u gul ham o'sha mamluk bo'lganligi uchun Hazrat Aliniki asli. O'zi qul holatida yana bir gulni imkon qilib olib kelib menga salom bergandan keyin endi meni aligim qanaqa bo'lardi? Albatta Allohning buyrug'i yaxshi alik oling dedi. Bunga yaxshi javob nima bo'ladi? Uni hur qilishlik bilan bo'ladi dedilar. Ko'rdingizmi? Assalomu alaykumni o'ziga bir gulga Hazrati Ali nima qilibdilar? Ularni ozod qilibdilar, o'sha qullarini. Nega bunday? Chunki ular albatta payg'ambar alayhissalatu vassalomning talabalaridan. Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan har ta'limotni olgan zotlar bo'lganliklari uchun ham o'sha o'rinda shunaqangi bir sunnatga ittibo qildilar.